Menimcha HP notebooklarini Victus oilasini ko'pchilik bilsa kerak. Victus oilasini yana bir vakili bilan bugun yaqindan tanishamiz. 6 GB RTX 4050 video kartasiga ega, qolaversa i5 13-avlod to'liq kuchga ega bo'lgan protsessor bilan qurollangan. Keling unda notebook ochib olamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, Counter 2 da ham test qilib ko'ramiz. Notebookimiz qadoq tarkibida har doimgidek o'zining kichkina yo'riqnomasi va ikkita qismdan iborat bo'lgan bittani kabeli chiqadi, ya'ni zaryadkaga qo'yishimiz uchun. Mana notebookimiz o'zini ko'radigan bo'lsak, bu Victus'ni menimcha ortiqcha reklama qilish yoki tanishtirish shart bo'lmagan model hisoblanadi. Kamida bitta bo'lsa ham mana shunaqangi V logosi tushirilgan notebookni tanishinglarda ko'rgan bo'lishinglar kerak. Bu HP brendini Victus oilasini vakili hisoblanadi. Ya'ni aynan Victus oilasi tanilishiga sabab esa birinchilardan bo'lib arzon narxda sifatli o'yin uchun notebooklarni chiqarishi boshlagan desak bo'ladi, ya'ni HP kompaniyasini. Texnik jihatlarga to'xtalishdan oldin men dizayn haqida gapirmoqchiman. Ko'rishimiz mumkinki, mana oldi qismi ham, orqa qismlari ham to'laqonli plastikdan ishlangan. Podstavka bilan ushbu notebook ishlatganinglar yaxshi. Tegi qancha ochiq tursa, shuncha qizimasdan ishlaydi. Ana endi eng keyingi asosiy ma'lumotlardan bu bizda diagonali 15/6 hisoblanadi, ya'ni standart notebooklarniki singari. Muhimi IPS 250 kandela taqsim metr kvadrat, ya'ni rang ko'rish uchun ham ishlatsanglar bo'ladigan notebook hisoblanadi. Grafik dizayn, SMM ishlari, ishdan kelgandan keyin shunchaki maza qilib o'yin o'ynash, kino tomosha qilish. Misol uchun boshqa soha vakilsiz, kechqurun ishdan kelib, misol shifokorsiz yoki shaxsiy brendingizni yurgizmoqchi bo'lsangiz ham ushbu notebook sizga bemalol to'g'ri keladi. Ya'ni Full HD montajlarni bemalol qilsanglar bo'ladi. 2 ta kamera bo'lsa ham, ya'ni vaqtda 20 minut 30 minutda oshmaydigan videolarni yaxshi eksport qilsangiz bo'ladi. Endi soatli, to'y kabi montajlovchi albatta bo'lmaydi. Bo'lmaydi deyishimning sababi juda ham ko'proq vaqt eksport qilishi mumkin. Lekin 4K, misol uchun 4K da olingan video bo'lsa ham 4K ni bitta kameraligini bemalol Premiere Pro kabi dasturlarda montaj qilishingiz mumkin va DaVinci uchun boshlang'ich darajada ishlashga va o'rganishga yetarli bo'lgan kuchga ega hisoblanadi. Dizaynni ko'rishimiz mumkin. Muhimi o'zini chiroyli podsvetkasiga ega va rus tili harflari o'rin olgan. Mana ingliz tili harflari bilan va eng asosiy fishkasi esa o'zini qadoq tarkibidan Windows 11 Home, ya'ni original Windows bilan sizga ushbu notebook keladi. Aytgancha videoni oxirigacha ko'rsanglar, aynan ushbu notebookimizni Counter 2 da ham test qilib ko'rganmiz. O'zingiz texnik xususiyatlariga baho berishingiz mumkin. Ana endi aniq texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi galda i5 13420H, ya'ni to'liq kuchga ega bo'lgan i5 protsessor bilan jihozlangan. Tezkor xotirasi esa DDR4 3200 tezlikda ishlovchi 16 GB hajmdagi tezkor xotira va M2 SSD o'rnatilgan 512 GB, ya'ni doimiy xotira uchun. Narxiga nisbatan asosiy fishkasi deyishimiz mumkin. 6 GB li RTX 4050 video kartasi qo'yilgan. 50-seriya bu budjet o'yin o'ynash uchun mo'ljallangan video karta hisoblanadi va yengil montaj, 3D grafika kabi ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. To'g'ri eshitdinglar, 3D ni ham boshlang'ich darajada o'rganish uchun ushbu notebookga xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun AutoCAD'ga o'rtacha. Albatta endi katta 3D ishlash uchun shaxsiy kompyuter yig'gan yaxshi, lekin shunchaki sizga ko'p ko'chib ishlaydigan bo'lsangiz, notebook qulay tanlov aynan siz uchun. O'yinlardagi asosiy fishkasi esa bizdagi notebookimizning displeyi 144 Hz hisoblanadi. Yaxshi tarafi touchpadini markazga emas, ozgina chaproqqa joylashtirishgan, ya'ni qo'linglarni mamtga qo'yib o'tirib bemalol touchpad ishlatsanglar bo'ladi. Touchpadni sezuvchanligi o'lchami ham o'rtacha deyishim mumkin, ya'ni touchpad kichkina ham emas, katta ham. Albatta, igrovoy notebook bo'lgandan keyin bu ko'pincha tokka ulab ishlatish uchun mo'ljallangan. Baribir o'yin o'ynash uchun kichkina bo'lsa ham klaviatura yoki mishga ulab ishlatishingiz kerak bo'ladi. Baribir touchpadda misol uchun Counter 2 kabi o'yinlarni o'ynash noqulay. Pastdan havoni oladi, mana orqa qismidan havoni chiqarib yuborishga mo'ljallangan qilib ishlangan. Mana hozir mana shu joydan havo chiqmoqda. Mana shu pastki va orqa qismini to'sib qo'ymanglar. Uyda ishlatayotgan bo'lsangiz, boyga aytgandek, podstavka
ya'ni notebook uchun alohida podstavka qo'yib ishlatsangiz ancha yaxshiroq havo aylanadi. Keling, ana endi kolonkasini ham test qilib ko'ramiz. Edge Computers YouTube kanalidan videolarni qo'yib tekshiramiz. Obzorni boshlaymiz. Gigabyte kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Gaming A16 oilasiga mansub, qolaversa i7 13-avlod to'laqonli protsessorga ega va shu bilan birgalikda 6 GB RTX 4050 video karta bilan jihozlangan. Bugun mana shu notebookni bas sifati haqida nima deyishim mumkin? Ovoziniki bu ham o'rta darajada, ya'ni baslari pastkichasida juda ham past emas, juda ham sifatli emas. Narxiga yarasha, ya'ni o'rtacha narxdagi kolonka bilan jihozlangan ekan. Ya'ni muhim esa bemalol boshqa kolonka ulamasdan o'zini kolonkasi bilan YouTubedan video ko'rishingiz, kino, darslik, o'qish uchun xarid qilsangiz bo'ladi. Chunki ba'zi bir brend notebooklarni obzor qilganimda ko'rganmanki, kolonkasi ovozi juda ham past bo'ladi, lekin ushbu notebookda ovoz sifati ancha yaxshi deyishim mumkin, ya'ni o'rtacha notebook bo'lishiga qaramasdan. Xo'p, zaryadkasini 100% qilib oldik. Bunaqangi igrovoy notebooklarda uzoq 2 soat, 3 soatda zaryadkasi tugaydi. Agar o'yin o'ynasanglar, yarim soatda hattoki zaryadkasi tugab qoladi. Bu notebooklar o'zi asosan tokka ulab ishlatish uchun mo'ljallangan bo'ladi va to'laqonli kuchini ham siz ushbu notebooklarda tokka ulaganingizdan keyin his qilib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun 3 ta tezlik bo'lsa, tokka ulamasangiz ikkinchi tezligiga chiqadi, uchinchi tezligiga chiqmaydi. Qachonki tokka ulansa, keyin buni 100% kuchini ishlatishingiz mumkin. Xo'p, ko'rishimiz mumkin bo'lgani notebookimizning chap tarafida o'zini pitaniya uchun porti, ya'ni undan keyin yonida USB 3 bitta va universal mikrofon va naushnik uchun bitta 3,5 mm audio jack o'rin olgan bo'lsa, o'ng tarafda bizda HDMI, yana bitta USB 3, RJ45, ya'ni LAN sim orqali internet ulashimizga va yonida Type-C port ham bor, 5 gigabit sekundda ishlovchi va HP ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsak, aynan Type-C orqali biz video tasvirni ham uzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni shu Type-C orqali ham USB flash SSDlarni ulashimiz mumkin, qolaversa monitorlarga ham ulashimiz mumkin ekan.